Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: Jannatda o'lim yo'q. Jannat abadiy hayot. Agar jannatda o'lim bo'lganida edi, o'limga bir narsa sabab bo'lgan bo'lardi. Jannatga kirgan odam o'zi uchun beriladigan hurni ko'rib, uning husni jamoliga hayrati oshib, o'sha hayratdan o'lib qolgan bo'lar ekan. Vo ajab deb hayratlanib o'lib qolgan bo'lar ekan. Shunda Ummu Salama onamiz aytdilarki: "Ya Rasululloh, bo'lmasa jannatga kirgan odam jannat hurlari bilan bo'lib ketib, dunyoni ayoli bir chetda qolib ketadimi?" deganda yo'q dedilar. Bal nisa'u dunya afdal bi 70 marra. Dunyoni ayoli jannatni huridan 70 karra go'zal, malohatli bo'ladi dedilar. Va bima zaka ya Rasululloh, nima sababdan ey Allohning rasuli dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar: bi solatihinna va bi siyamihinna va bi ibadatihinna Alloh azza va jall. Agar dunyoni ayolini qalbida iymoni bo'lsa, eriga Allohga itoati bo'lsa, sharmi hayosi ibodati bo'lsa, jannatni huridan 70 karra malohatli bo'ladi. Mana shu yerda o'tirgan hammamiz alhamdulillah jannatni huridan 70 karra go'zal onalarni farzandlarimiz. Bizni onalarimiz shunday onalar. Bugun borib ayting: "Onajon, siz meni jannat hurlaridan 70 karra malohatli go'zalimsiz." Ulug'lar onalarni erkalashar ekan: "Sizni nega yaxshi ko'raman go'zalim? Chunki go'zallar ichra xushro'yimsiz siz onajon" deb erkalashardi.